Assalomu alaykum vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Hammalarni kirib kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, sihat, salomatlik, hamma yaxshi tilaylar, hammalarga yo'ldosh bo'lsin. Yosh avlod kanaliga yangi qo'shilayotgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Har bir yangi kelayotgan videolar, har bir yangi qo'yayotgan videolarimni hammasini birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Qani biz boshladik. Hozir men sizlarga Rossiya, ayniqsa Moskva territoriyasida yurgan yurtdoshlarimizga hozir men sizlarga ayni kerakli narsani ko'rsatmoqchiman. Bu ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana bu troyka hisoblanadi. Bu troykada men sizlarga qanday qilib tekinga yurish sirlarini o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi telefon, troyka, telefonlaringizda обязательно bo'lishi kerak. NFC degan o'zini nastroykasi bor. Xuddi o'sha narsa bo'lishi kerak. Agar shu narsa bo'lmasa, bu videomiz sizlar uchun yaratilmagan hisoblanadi. Qani unaqada biz boshladik. Aziz do'stlar, mana hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana qo'limda troyka. Troykani original programmasi. Mana urganimizda shotimizda 2 rubl pul chiqyapti. Endi men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam o'sha programma bor. Shu programma orqali mana shotida pul yo'qligi uchun hozir ko'rsatmayapti. Mana yerda saqlanib qilib qo'ygan damp bor. Mana shu karta nomeringizga qarabdi, hammasi har xil bo'ladi. Misol uchun mana oxiri 034 kartamda, troykamda 78 rubl pulni men saqlanib qilib qo'yganman. Открыть bosamiz. Ozgina загрузка aylangandan keyin mana kartani bosganimizda damp успешно записано. Уже bo'ldi. Endi mana chiqib ketamiz. Qaytadan kiramiz. Endi xuddi shuni urganimizda mana ko'rib turibsizlarki, ichida 78 so'm puli bor. Bu degani metroda 2 marta borishga yetadi. 2 marta bor bo'lgandan keyin yana xuddi shu narsa 78 shu уже 2 rublga tushib qoladi. 2 rublga tushib qolsa yana обратно kiraman. Показать все дампini bosaman. Yana xuddi shuni tanlab открыть bosaman. Ozgina загрузка bo'lgandan keyin yana bir marta bosaman. Hozir уже to'ldirib bo'lganligimiz uchun ichida 78 so'm puli borligi uchun hozir ошибка beryapti. Lekin ichida pul bo'lmaganda shu narsani to'ldirib beradi va yana ishlatishingiz mumkin. Bu amalda sinalgan, bu ham narsa realniy. Kimga bu programma kerak bo'lsa, lichkaga yozsanglar, men bu programmani sizlarga nima qilib beraman?